Aka, siz birpas kutib turing. Demak, mana ko'rib turibsizlar, ichki ishlar xodimi, politsiyachi. Mana bu singillarimiz, akalarimiz hech qanaqa jinoyat qilishmadi, chunki bular qonuniy yo'l bilan Germaniyaga kelishgan va hozirgi kunda zo'r daromad topishyapti. Agar bular qanaqa kelganligini bilmoqchi bo'lsangiz, hozir tushuntiramiz. Siz ham kelishingiz mumkin, albatta. Siz adashmasam, mana hamshirasiz, to'g'rimi? Hamshira, medbrat. Oliy ma'lumotli bo'lganmisizlar? O'rta maxsus bilan Germaniyaga kelsa ham bo'ladi. Biz hozir elchixonani oldida turibmiz. Hozir ichkariga kiramiz, xudo xolasa. O'rtacha qancha oylik olasizlar? O'rtacha 2300 endi keldinglar, to'g'rimi? Xudo xolasa, agar bular o'sha hujjatlarni rasmiylashtirib to'liq faxrab bo'lib ishlaydigan bo'lsa, 3,5 minggacha oshadi. Xudo xolasa, omad tilayman, qiynamaslik. Qiyinchiliklari bor o'ziga yarasha. Eng muhimi Germaniyada nemis tilini yaxshi bilish kerak. Eng muhimlaridan bittasi siz nemis tilini bilishingiz keraksiz va kim orqali keldinglar degan savol paydo bo'ladi. Kim orqali keldingiz? Globgate loyihasi. Sizchi? Globagate loyihasi. Sizlarchi? Globagate. Gap yo'q. Xursandmisizlar? Juda. Haqiqat ekanmi? Kutganingizga arzidimi? Молодец. Nemis tilini o'rganing, Germaniya Live-ni tomosha qiling, like, yurakcha yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. O'rgatamizmi? O'rgatamiz va Globagate-ga ham rahmat, salomat bo'linglar. Ketdik, tadbir bo'lsin. Mana shu hamma vatandoshlarimiz, demak, bizani kuzatadi. Sizga ham rahmat aka. Mana bu ham akamiz kuzatadilar bizani. Albatta kuzating, like bosing aka, siz ham xursand bo'lamiz.